U qo'shimcha daqiqalarda aniq penalti imkoniyatidan ataylab foydalanmadi va jamoasini 2 ochkodan mahrum qildi. Hisob 0-0 edi. Qizil jamoa futbolchilaridan biri jarohat oldi. Uning jamoadoshlari o'yinni to'xtatishdi. Oq jamoa ham o'yinni to'xtatdi. Haqiqiy fair play. Birdan jarohat olgan futbolchi o'rnidan turdi. Hakam o'yinni bahsli to'p bilan davom ettirdi. Odatda bunday vaziyatda to'p raqib darvozaboniga qaytariladi. Qizil jamoa ham shunday qildi. Lekin darvozabon to'pni noto'g'ri qabul qildi. To'p ustunga tegib, jarima maydoniga qaytdi va qizil jamoa hujumchisi uni darvozaga yo'lladi. Qizil jamoa futbolchilari golni nishonlay boshladi. Ammo to'pni qaytargan futbolchi xursand emas edi. U baqirdi: "Nega gol urding? Bu fair play edi-ku." Oq jamoa futbolchilari g'azabga to'ldi. Bahslar boshlandi. Shunda kutilmagan voqea yuz berdi. Qizil jamoa qaror qabul qildi. Agar biz aldov bilan yutsak, bu liganing keragi yo'q. Va ular o'yinni qayta boshlashdi hamda oq jamoa futbolchisiga bemalol oldinga chiqib gol urishga imkon berishdi. Ammo voqea shu bilan tugamadi. O'yinning so'nggi soniyalarida oq jamoa penalti tepish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ular hatto g'alaba qozonishi mumkin edi. Hujumchi zarba berishga tayyorlandi. Ammo ko'rsatilgan hurmatga javoban u to'pni ataylab darvozadan tashqariga tepdi.